Prezidentimiz raisligida mahallalarga yangi muhit olib kirish hamda mahalla yettiligi faoliyatini yangicha tashkil qilish bo'yicha videoselektor yig'ilishi o'tkazilib, bir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Shundan kelib chiqib, Oliy Majlis Senatining Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi raisi Odiljon Mamatkarimov boshchiligidagi ishchi guruh To'raqo'rg'on tumani mahallalarida o'rganishlar olib bordi. O'rganishlar dastlab tuman kengash binosida yaratilgan sharoitlar bilan tanishishdan boshlandi. Tumandagi Ozod mahallasi Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallaga aylantirilayotgani, qurilish bunyodkorlik ishlari ko'zdan kechirildi. Ishchi guruh videoselektor yuzasidan berilgan topshiriqlar ijrosi, umuman bunyodkorliklar, mahalla yettiligi, mahalla bankiri va deputatlarni bu jarayondagi ishtirokini o'rgandi. Ularning ko'magi bilan obodonlashtirish, bo'sh turgan binolarni auksionga chiqarish orqali tadbirkorlarni ijara asosida faoliyat yuritishlariga ko'maklashish, bandlik, oilaviy ajrimlar, huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishdagi amaliy harakatlar tahlil etildi. 24-iyun kuni muhtaram prezidentimiz boshchiliklarida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida belgilab berilgandek, mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligida To'raqo'rg'on tumani Ozod mahallasida Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturi amalga oshirilayotgan edi. Bunga qo'shimcha mana muhtaram prezidentimiz 5 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lib, hozirgi kunda ushbu jarayonlar faol davom etib kelmoqda. Aholimiz qurilish bunyodkorlik ishlaridan ancha xursand. Mustaqilligimizning 35 yillik to'yiga munosib sovg'a bo'ldi desak bo'ladi. Tumanning Xo'jand mahallasidagi o'rganishlarda yettilikning mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasidagi ishlariga e'tibor qaratilib, aholining tomorqadan unumli foydalanish orqali turmushini farovon etish borasidagi amaliy harakatlari yuqori baholandi. Obodlik, saramjon, sarishtalik bugun mahalladagi har bir xonadonda umummilliy harakatga aylanganiga guvoh bo'ldilar. To'raqo'rg'on tumanida mahalla yettilik bilan birgalikda deputatlar ish olib boryapmiz. Mustaqilligimiz 35 yillik arafasiga mana shu mahallalarda obodonchilik ishlarini, daraxtlarga shakl berish, qabristonlarda obodonlashtirish ishlarini olib boryapmiz. Maqsadimiz mana shu 35 yillik mustaqillik bayramini hamma joylarda chiroyli, ozoda, yuqori bayram kayfiyatida kutib olish. Shuningdek, mahalladagi temir yo'l bo'ylari va qabristonlardagi obodonlashtirish, tozalov tadbirlari ham uyushqoqlik bilan davom etayotgani, hududdagi oilaviy shifokorlik punktida bemorlarga yaratilgan sharoitlar ham ko'zdan kechirildi. Umuman olganda, shu kungi muloqotlarda mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasidagi ishlar bilan bir qatorda umumta'lim maktablari o'quvchilarini oliy ta'limga qamrab olinganligi, kasb-hunar o'rganish niyatidagi yoshlarga imkoniyat yaratish, bitiruvchilarni ishga joylashtirish, kam ta'minlangan oilalar farzandlarini to'lov kontraktlariga yordam berish masalalarga e'tibor qaratish zarurligi aytildi. O'rganishlar tumandagi 47-umumta'lim maktabida davom etdi. Yangi o'quv yiliga ta'lim dargohida investitsiya mablag'lari hisobidan qo'shimcha 360 o'rinli o'quv binosi qurib berilgani Shahidon mahallasi aholisi uchun mustaqillik bayramiga munosib tuhfa bo'ldi. Shuningdek, maktab hududidagi bo'sh turgan maydonda zamonaviy sport kompleksi qurish uchun mablag'lar ajratishga ko'maklashishga kelishib olindi. Prezidentimizda bergan topshiriqlar joylarda ijrosini ta'minlashda deputatlarimiz ham mahalla oqsoqollarida yonida bo'lishi, yonida turib birga tashkil qilish masalasida ham alohida vazifalar bergan edilar. Bevosita bugungi Namanganga Oliy Majlis Senatining ishchi guruhining tashrifi ham bevosita prezidentimizni belgilab bergan vazifalarni joylarda bizning deputatlarimiz qanday faol, bizning deputatlarimiz qanday tashabbuslar ko'rsatyapti, mahalla oqsoqollariga qanday ko'mak beryapti, aholi bilan qanday ishlayapti degan masalani bir o'rganish masalasida va ularga ham uslubiy, ham tashkiliy ko'mak berish masalasida biz Namanganga tashrif buyurdik. Bugun Namangan misoli To'raqo'rg'ondan biz ishimiz boshladik. To'raqo'rg'onning bir qator mahallalarga kirdik, ko'ryapmiz-ku, bu yerda haqiqatan ham deputatlar faolligida, mahalla oqsoqollari, mahalla yettiligi bilan ko'cha boshlari bilan ancha talaygani ishlar qilingan. Undan tashqari aholi ham o'zi tashabbus bilan ko'chalarni obod qilib, xonadonlarni obod qilish masalalaridan faolligining guvohi bo'ldik. Gulqishloq og'ir toifadagi mahalla sifatida tanlab olinib, 13 milliard 664 million so'm mablag' evaziga butunlay o'zgacha qiyofa kasb etmoqda. Ishchi guruh o'rganishlarining navbatdagi manzili infratuzilmasi tubdan yangilanayotgan ushbu mahalla bo'ldi. Bu yerda ham oylik doirasidagi ishlar bunyodkorliklarga hamohang olib borilayotgani, deputatning bu boradagi ishtiroki, bandlik, tomorqadan unumli foydalanish, driver yo'nalishlarini rivojlantirish va boshqa masalalar yuzasidan yettilik a'zolari bilan muloqot o'tkazildi. Bu borada davlat organlari bilan bir qatorda xalq deputatlari kengashlari va deputatlar obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlarining hayotga tatbiq etilishiga amaliy hissa qo'shishi, aholi bilan ochiq muloqot qilishi, odamlarni qiynayotgan muammolarni eshitishi va ularning yechimi uchun tashabbus ko'rsatishlari muhim vazifaga aylangan.